Qo'rqinchli ovozliq asar. Vahima bosgan qabristonliq. Nimaga meni tillaysa? Men yaxshi ko'nglim degan tursam. Oqshomda yoqi gap qilmasam, yili ursa, yili tillaysa. Giping bo'lsa ochiq qil. Deb banqirab vaqirdi. Menmi "Onangni kanyanma ko'pirsan-ku" deb Ahmadga qaradi. Bu qitim uni ochiq kelgandek qiladi. Onamni tishlab tortsan-ku, kelar bo'lsa deb oldimga keldi. "Ha, nim qilmoqchi, urushqinga o'xshamamdi, kelar olsa" dedi. Olim meni Aysa Ahmadni tutib olib, "Bo'ldi qilinglar, hozir urushni ochaqmi?" deb varqiradi. Ahmad bo'lsa man qarab qo'yib, "Xap to'xta, ha? Killat uzun" deb qo'ydi. Menmi "Qani ko'ramiz" deb qo'ydim. Berib o'ltirib Aysaga qarab, "Endi digina adash, sen bu yerning nurg'un ishlarini bildikansan. Bu zada qanday ish?" dedi. Aysami "Sizlardan yushirmayman adash. Ham yushirg'idek ishmi yo'q. Hammani menga qo'g'dig'ich so'zlab bergan. Boya qo'g'dig'ich bilan ikkimiz bu yerda paramlashayotganda sizlar o'tib ketib ekansizlar. Sirtiki yildan qo'g'dig'ichi xabar qildi. Ondan biz maslahatlashib sizlarni qutuldirib bordik. Boya sen qo'lingni kesib, u narsaga yiqitgan bo'lsang, u arvoh tirilgan bo'lsa, u yerdagi afsun yo'qaydi. Butun arvohlar yer yuziga chiqsa, ben o'zing o'ylab boqa, qanday bo'lib ketadi? Bizning yezimiz va boshqa joylardagi xalq nima bo'lib ketadi?" dedi. Aysa, boyisining hili qizalda laylab turganini ko'rdik. U zodi qanday qish? dedi olim. U bo'lsa, arvohning qurgan qiltiqi. Meni yemchi qilib, asqarning qini orqali o'zining afsunini yo'qotmoqchi. Andin o'z erkinlik erishish uchun qilgan ishladish. Qolgan gapni qo'g'dish kelgan deychaydi. Sizlarmi azroq aramil olinglar. U kelgandan keyin maslahatlashib, andin yo'lga chiqamiz. Yo'lga chiqamiz? Qayerga? dedi olim. Qizlar vaqtning turadigan boramiz, dedi Aysa. Nima? Endi yishlar vaqtda qutulsak, qizlar vaqti berib tutlamdiq. Tozimi bir qachon qutulamiz biz bu yerdan? Mushtapni qo'sqimizni ichib usab ketdik. Bizga arduq yetdi, dedi Ahmad. Bizga hech bo'lmasa-mu usuzlik bo'lsa bo'ladi. Qo'rsoqning ochligiga chidig'ili bo'ladi, lekin usuzlikqa chidig'il bo'lmaydi, dedi olim. Avval qo'g'dig'ich kelsin. U qaytib kelgandan keyin nima ish bo'lsa, endi deysak bo'ldi emasmi? dedi Aysa. Menmi Aysaning so'zini to'g'ri ko'rdim. Bo'ldi birodarlar. Balkim ustida tam yetib bo'lgandi. Biz azroq aram olaylik. Mang'ili xel uzun bo'ldi. Bu yer bexatar ekan. Azroq bo'lsam aram ilib olg'ach, qo'g'dig'ichni saqlaydi, dedim. Boshqalarmi ortiq gap qilmay, tamg'a yo'llangan peti o'tirib ketdi. Qachonlardan uxlab qoldimkin, bilmayman. Bir chog'da tushimda bayonsiz qumliqda ketib borardim. Tuyuqsiz oldi tarafdan kuchli oppoq nur yorishga boshladi. Ko'zlarimni ocholmay qoldim. "O'g'lim", dedi biri. Men sal tang'ib qoldim. Bu qumliqda kim meni chaqiradigan-da deb o'yladim. Qo'lim bilan yuzim to'sib turgan ko'zlarimni asta ochdim. Oldimda oppoq soqolli bir boy turardi. U menga illiq kulimsirab turardi. "Salom o'g'lim", dedi boy. Boyning gap qilishidan esimni sal yig'ib, menmi salom qildim. "Salom bova." "O'g'lim, sen u yerga sababsizlik berib qolganing yo'q. Bu ish sening taqdiringga putilgan. Shunga u yerga borgandan keyin afsuslanib ketma. Sen o yerdagi ishlarni oxirlashtirishing kerak. Sen bu ishlardan qochib qutula olmaysan",
Şuna sen ameliyatga yüzlanishing kerak. Men qanday bo'lib bu ishga chiqib qoldim? Nimishqa bu ishni men oxirlashtirma. Dunyoda nurg'ulg'an odamlar tursa, ular oxirlashtirsin bo'ladi-ku. Men qanday oxirlashtira olayman? Men yo hech qila olmasam, men qilolmayman, dedi. Yo'q, sen qila olaysan o'g'lim. Sen o'zingga ishlashing kerak. Albatta, o'zingga ishonmasang, qila olmaysan. Bu ish haqiqatan mushkul, dedi. Lekin sen cho'qim qila olaysan. Nimishqa siz qilmaysiz? Dedim men. Men albatta qila olmayman. Mening sigrim uningga kar qilmaydi. Ayni yili men uni bir quti ichiga banit qilib atgan. Lekin uning ruhi tinidan qochib ketdi. Uni talto'kis yo'qotish faqat sening qo'lingdan keladi. Chunki taqdiringga biz muomala qila olmaymiz o'g'lim. Taqdiringga nima deb bitilgan bo'lsa, sen shuni qil. Men boyning gapini anglab, "Amsa, men qanday qilishim kerak? Qanday qilsam uni talto'kis yo'qota olayman?" Sen qizil arvohning qishig'i borg'in. Ularga yordamlashib, yeshil arvohni yo'qotqin. Men sana bir qobil yordamchi qo'yib qo'ydim. O yilqi qabristonlikni qo'g'dig'i tishu. O sizlarni boshlab qizil arvohning qishig'i olib beradi. Esingda bo'lsin, yeshil arvohni yo'qotsang, uning qo'shonimi talto'kis yo'qoladi. Yeshil arvohni yo'qotish uchun uning naq ikki ko'zining o'tirg'i hujum qilishing kerak. Faqat shunda qilgandala uni talto'kis yo'qotqili bo'ladi. Vaqt kelganda sana yordam qilaman. Shunga darhol yo'lga chiqinglar, dedi va nurning ichida asta-asta g'oyib bo'lishga boshladi. Men bo'lsam, "Bova, tutib turing, bova!" deb vaqirdi. U mening gapimni anglamagandek birdamdala ko'zim g'oyib bo'ldi. Men qanday qilishni, qaysi tarafga mengishni bilmay turganimda qo'lqimgan ko'ldirilgan ovoz keldi. Asqar. Biri meni silkib o'tadi. Asta ko'zimni ochsam, olim mening qo'limdan tortishib o'tibdi. "Nima ish bo'ldi?" dedim men. O'rningdan tur, qo'dg'ich qaytib keldi. Biz minishimiz kerak ekan, dedi. O'rnimdan turib qarasam, Aysa qo'g'dotning yonida pichoqni tutib, u yoq bu yoq o'rib qarab o'tadi. Mening uyg'onganligimni ko'rib, "Turdingmi?" deb qo'yib kiyimlarini qiyishtirgancha Ahmed qardi. U texich xo'rakning yo'g'ini tortib uxlab o'tadi. Qo'g'dog'icha qarsam, u bir yerga qaragancha o'tiradi. Men olimga qarab Ahmedni ishorat qilib qo'ydim. Olimmi nima demoqchi bo'lganini tushungandek Ahmedni tortib qo'yg'atdi. Ahmed bo'lsa ko'zlarini o'g'lab turib, "Nima bo'ldi? Adam bir xotirjam uxlag'il qo'ymay", deb asnab qo'ydi. Men bo'lsam Ahmed qarab ko'zimni chekchaytib turib, "Mushunda vaqtda xotirjam uxlaylar ekansan. Sana hayronman. Osmonni o'lib tushsa tegidan mantiqlardan bir ekansan sen", dedi. "Ajab, men bilan qolding-ku sen. Qildigan ishing yo'qmasmi?" deb chekchaydi menga. "Anangni seni uyga qaytgan o'xshamamdi. Biz tezroq yo'lga chiqib, qizlar yo'qni qishib boraylik. Qo'g'dog'ichi bizga yo'l boshlasın. Qo'yarnondan", dedim men. "Nima? Biz rosa qizlar yo'qni qishib boramdiq. Sen bir uxlab kalonni ketmagansa, yoki bu yerdagi arvohlarning birasi kalonni ilishtirib otamdi. Yoki jinchoblashib qoldimi?" dedi Ahmed. Mening gapimni anglagan Aysa bilan odammi men qarab qolgan edi. "Anangni nimanda to'kisa deydimi bir nima? Birdan azon juma birsini qacha demaydi", dedim men. Ahmed mo gapimni anglab, menga birini olib qo'yib, oldi qarab o'tirdi. Men qo'g'dog'icha qarab, "Qizil arvohning turolg'isi qandoq mangmiz? Sen bizga yo'l boshlab mang'in", dedi. Qo'g'dog'ichi bo'lsa, men qarab qo'yib so'zlashga boshladi.
qizil arvohlarning to'ralg'isi ancha yiroq emas. Lekin dedi u. Nima lekin? Gap bo'z tezroq degina. Hozir vaqtimiz intayin qisqa. Dedim men. U yana men qarab qo'yib, "Baya yeshil arvoh bilan jang qilayotganda, u men tankilamayotganini bildimi, turib yo'qolib ketdi. Men de uni kechib ketdi deb o'ylagan. Lekin u to'satdan zalda qora qo'yin paydo bo'ldi. Bu qo'yin barg'ansida qo'yiqlab, ichidan noyt yo'g'on g'aliyatli bir devi paydo bo'ldi. Uningga nima qilish o'tmaydi ekan. Qilich ursam tosh tekkandek ovoz chiqdi. Necha vaqtdan beri yeshil arvoh nemish qilib yo'qolib ketadi ekan desam, u qora sehr ishlatib bu devini kontrol qilyapti. Dedi u. U qanday deva? Biz boya ko'rmagan edik-ku. Dedi olim. U deva asli do'zax eshik boqquchisi. Yeshil arvoh uni qora sehr orqali tenini o'ziga poyzondiryapti. U devining ko'zim yeshil, arvohning ko'ziga o'xshash bo'lg'achqa, u asli poyzondiryapti. Yomon bo'lg'ini do'zaxning ishkisini qo'g'laydiganga biroz bo'lmasa, do'zaxning ishki ichilib ketsa, ichidagi qarniyat deva, ovozli arvohlar chiqsa, bu yerni emas, hatto insonlarni tugashtirib o'tadi. Agar do'zax askarlari yeshil arvohni kontrol qilishga uchragan bo'lsa, ish texmi chatoq. Qizil arvohning qo'shini oran 4-5 tuman keladi. Hozirgi yeshil arvohning odatdagi qo'shinimi 8-9 tumandan oshadi. Agar do'zax askarlari qo'shilsa, bizning yeshil arvohni yengilishimiz natoyin, dedi. Ahmad bu gaplarni anlab, "Nim deydigansa, shu jo'la qo'rqinishmi? Amsi biz ularni yengolmagidekmiz-ku. Biz bu yerda mushunda qisqirga ayrilib ketamdik", dedi. Men Ahmadga qarab, "Og'zini yum. Har qidim ishni yomon tarafini o'ylamsan sen. Yaxshi tarafini o'ylab qo'y ishni", dedim. Ondan qo'g'dig'icha qarab, "Qandoqli bo'lsin, bu yerda o'zini kutib o'tgandan ular bilan jang qilib bo'lsak yaxshiroqdi. Azroq bo'lsin umid bor, tirish boqaydi. O'ylamoqdan natija chiqib qolsa, yaxshi emasmi? Tez bo'l, yo'l boshla. Darhol qizil arvohning qishiq boraydi", dedim. Uma uzun qarab o'tgandan keyin, "Bo'ladi, amsi ma'aydi", dedi. Sirtda mening yeshil arvohning xabarchilari bor. Shuningdek, biz bu yerda ma'aydi. Biroq bu yerda ma'saq sal jabo tarif qilsizlar. Lekin bexatar ma'miz. Yeshil arvoh bizni ishi turadi deb o'ylaydi, dedi. Bo'ladi. Bexatar yo'l bo'lsa, qani boshla. Jabo tarsoq mayli", dedi. U bo'ladi amsa, mayli, dedi. "To'xta. Bu yerdan suv topib bo'lamdi. Bizga ustab ketdik", dedi. "Ba, qizil arvohning qishida uning to'ralg'usida bor", dedi. Biz suvning borliqni olib ko'zlarimiz chaqnab ketdi. Bayonning yaqin gap qistirmay turgan Ahmad, "Amsi tezroq mayli, yo'l boshlig'ini." qo'rqinchli ovozliq asar, vahima bosgan qabristonlikning davomi qiziqsangiz, nazaringiz Jinkash salonimizda bo'lsin. Salon izlash nomi Jinkash.